Hammaga salom, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz Katkus ilovasida orqa fon yashil bo'lgan videolarda o'sha yashil fonni olib tashlashni o'rganamiz. Birinchi ilovaga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng yangi video yaratib olamiz. Mana bitta video yaratib oldik. Mana shu yerda ovozni yoqib bor qilib olishimiz mumkin, o'chirib yoqib. Endi bu yerda biz mana shunga kirib olamiz. Hozir mana shunga kirib olamiz. Va bu yerda adida overlay videomizni olamiz. Katta chiqib qoladi. Kichraytiramiz. Keyin ustiga bir marta bosamiz. Keyin hozir remove bug'ini ustiga bosamiz. Keyin mana shuni ustiga bosamiz. Keyin o'zimiz bunaqa narsa chiqib qoladi bizda. Baq olib kelsak, yashil ustiga olib kelsak, yashil yo'q qilib beradi. Mana bu yerdagi narsani sal ko'tarib qo'yamiz. 26 62 yetar ekan. 62 kammi? 73 yetadi mana. Bitta katta bo'lib qolganini sal kichraytiramiz bitta. Ol videoni qo'yamiz. Ovozini eshitilasizlar, ovozi ham borda buni. Shunaqa ovozi bo'ladi o'zini. Do'st, yana kuzatuvchilar, bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.